erkak bilan ayol har xil hisda yashab o'tadi. Erkak kishini yaxshi ko'rishi ham va ayol kishini yaxshi ko'rishi ham har xil jarayonlarda bo'ladi. Hattoki qo'rquvlarimiz ham har xil bo'ladi. Sevgilarimiz ham har xil bo'ladi. Yaqinligimizni tili ham har xil bo'ladi. Qachon ayol erkakdan yopiladi? Ayolni erkakka nisbatan ichida ishonchi sinsa, ayol kishi erkak kishiga ishonmay qo'ydimi? Bo'ldi, mana shu joyda ayol kishi o'sha erkak kishidan yopiladi. Qachon erkak kishi ayol kishidan yopiladi, ya'ni yuragini yopadi? Qachonki erkak kishiga nisbatan ayolda hurmat yo'qolsa, ayol kishi erkak kishini pastga, yerga urish bilan, mensimaslik bilan unga qarashni boshlasa, ya'ni ayol tarafdan mana shunaqa munosabat bildirilsa, erkak ham yuragini yopadi. Erkak kishi uchun sevgi, sevish bu chiroyli gap emas. U uchun sevgi bu barobar harakat degan bo'ladi. Ko'pchilik ayollar mana shu joyda juda katta stressga tushib qolishadi. Lekin erkak kishi uchun uni sevishi, uni sevgini ko'rsatishi bu harakat bo'ladi. Tushunasizmi? Ayollar mani erim bilan gaplashmaydi, men bilan kam gaplashadi deb xafagarchilikka kirib ketishadi. Bu uni hozirgi paytdagi fiziologik, psixologiyasi, psixikasi hozir shunaqa. Chunki u boshqachasiga hozir bilmayapti, kontakt yo'q ayol bilan o'rtasida. Uni hozir psixikasi boshqachasiga ishlashi bilmaydi-da. Ayol ham hozir o'zini qaysidir og'rig'ida, ikkita mana shu joyda janjal boshlanadi. Ya'ni agar erkak kishi menga yaxshi gapirmasa, chiroyli gapirmasa, u meni sevmas ekan deb o'ylaydi. Lekin erkak kishi uchun chiroyli gaplar bu sevgi bo'lmaydi. Bu degani gaplashish kerak emas degani emas. Gaplashish kerak, kontakt bo'lish kerak. Sog'lom kontakt bo'lish kerak. Kontakt doimiy ikkita tarafdan bo'lish kerak. Ya'ni faqat erkak yoki faqat ayol tarafdan emas. Erkaklar ya'ni harakat tarzida o'zini sevgisini namoyish qiladi. Misol uchun, endi qaranglar. Biz ham bunaqa deymiz, men ayolman, men charchadim deymiz. Erkak men nima qilaman? Men gapira olmayman, ichimdagi hissimni gapiraman. Erkak kishi nima deydi? Bor, dam ol, charchagan bo'lsa, tasha ishingni deydi. Shunaqa sizlar aytganmi shunaqa turmush o'rtoqlar? Shunaqa paytda jahli chiqib ketadi. Qanaqasiga dam olaman? Shuncha ish turibdi-ku yoki shuncha mehmon turibdi-ku. Tushunasiz? Siz meni tushunmaysiz deymiz, to'g'rimi? Erkak kishi buni rostdan va bir şey o'ylamasdan, dediki, bor, dam ol, tasha ishingni deydi. Yig'ishtir deydi, menga kerakmi shu deydi. O'rtog'imizga aytib bersak, u bizani tushunadi. Ayir bizani tushunmaydi. Chunki uni tabiati shunaqa. Men ham erimga charchadimi deganimda, men nima kutaman shunaqa paytda? Yaxshi gap, meni ovutishini, mana shu narsani kutaman. Ammo er ovutishni bilmaydi. Shunaqa paytda biz risk olamiz, xafa bo'lib olamiz yoki o'rtog'imizga telefon qilamizda, o'rtoq bizani ovutadi, voy, hayratlanadi bizga gapirib berayotgan narsamizga, emotsiyalar beradi, to'g'rimi? Ayol emotsiya bermaydi. Er nima dedi? Решение beryapti. Bor, dam ol deyapti. Shunaqa paytda ayol nima qiladi? Ayol eshitilishini kutadi. Erkak tushunishini xohlaydi. Ya'ni meni tushunsin deydi. Tushunasizmi? Mana shu joyda erkak kishi nima beryapti? Haqiqatan ham shunday. Nima beryapti erkak kishi? Erkak kishi tabiatiga mos ravishda yechim beryapti. U shunaqa, uni Alloh shunaqa yaratgan, uni tabiati shunaqa, u yechim beryapti. Lekin biz ayollar erkak kishining psixologiyasini bilmaganimiz uchun, uni tabiatini yaxshi bilmaganimiz uchun, o'zimizning destruktiv og'riqlarida yashaganimiz uchun biz kutamiz, emotsiya, reaksiya kutamiz-da. Natija menga yoqmayapti. Ayol shunaqa deydi, natijaga rozi emasman. Siz meni tushunmaysiz deydi. Tushunasizmi? Aslida-chi, erkak kishi eshitmayapti emas, u eshityapti. Lekin u vaziyatni to'g'rilashga harakat qiladi. Chunki uni psixikasi shunga moslashgan. Tushundingizmi? His qila oldingizmi?